Sizlarga anchadan beri qurishlarimizni ko'rsatmayotgandim. Odam Instagramga berilib, YouTube'ga umuman e'tibor qilmay qo'ydim. Orada shortslar qo'yib turdim, lekin video qila qoldim. Bitta video emas, bu video Xudo xolasa davomiy bo'ladi. Mana shu yerda biz ikkita kottej quryapmiz. Kottejimizning plani bunaqa Nobodoga screenshot qo'ysangiz ham bo'ladi. Rosa foydali kontent bo'ladi. Buni qurilishini ham ko'rsataman. Planini ko'rsanglar, misol uchun, xuddi shunaqa qilib, o'zingizga ham qursanglar bo'ladi. Bu umumiy to'rsotuvga tushayotgan joy ikkiga bo'linyapti. Ikkita xonadon bo'lyapti, ikkita kompaktli xonadon. Misol uchun bittasi mana bu yerdan bo'linyapti deb, bu yerda mana mashina kiradigan joy. Bemalol mashina joylashadi. Yana bittagi mashina bu yoq tarafda turadi. Bu yerda shuni oyoqda kirib, bu yerda mana ya'ni o'tiradigan joy, bu yerga tapchani qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda letniy kuxnya. Bu yerda mana uyga kirib ketilyapti. Uyga kirganda tambur, tamburdan kirganda yopiq qishki oshxona, bu yerda katta hol, gостиная yana qilingan. Ya'ni studiya ko'rinishida bo'lgan, stol, stul va mягкий zona bor. Ikkinchi qavatga chiqib ketirishi tegida mana sanuzel. Ikkinchi qavatga mana bu yerda chiqqanimizdan keyin o'sha mana bu yerda prachka bo'lyapti. Prachkadan o'tdik, spalniy bo'lyapti. Ro'para ikkita spalniy bo'lyapti. Mana bu yerda sanuzel garderoblari bo'lyapti. Shunaqa kompaktli, chiroyli uy tushyapti. Mana bu yoqdan to'g'ri kirganda, ya'ni eshikdan kirsangiz, mana ikkita chetda garderobli shkaf, garderobli shkafdan kirib tursangiz, master spalniy yotoqxona, o'zining balkoni bo'ladi. Va bu yerda yana kichkinagina garderob va sanuzeli bor. Shunaqa kompaktli, chiroyli hovli bo'ladi. Hozirgi qilayotgan ishlarimizni bu yerda suv chiqqanida, ketma-ketlikda o'sha texnologiyasi bo'yicha katta bunaqa buliga toshlardan birinchi slojga tashaldi. Undan keyin optimalga tashalgan, optimalkadan keyin bunaqa shebin tashab, shebinning ustidan podbetonka stяжка qilindi. Podbetonka stяжка nima u deydigan bo'lsangiz, uyimizni tegi umumiy disk ko'rinishida, ya'ni monolitniy podushka bo'lganligi uchun tegini 100% podbetonka stяжка qildik. Bu stяжкаning vazifasi tepasiga turgan monolitni bir xil tekis yuzaga tushishini ta'minlab beradi. Keyin misol uchun buni ustidan gidroizolyatsiya qilish oson bo'ladi. Bu yerda hozir bizda qurigandan keyin 2 qavat gidroizolyatsiya ketadi. 2 qavat gidroizolyatsiyadan keyin ustidan tekstil yozamizda, zarar yetkazib qo'ymaslik uchun. Tekstil ustidan защитный слой stяжка qilamiz. Shu stяжкаning ustidan keyin armaturalar, 2 qavat armaturalar to'qib, mana shu yerda monolitniy podushkamiz bo'ladi. Perimetr bo'yicha выпускlarni chiqarib ketamiz. Fundamentimiz quyiladi. O'shanda mana shu yerda o'ziga 2 qavat podvalsiz chiroyli hovli quriladi. Hop, sizlarga bu obyektni ketma-ket qo'yib boraman. Balki fundament bitganda bitta video, birinchi qavat bitganda bitta video, ikkinchi qavat bitganda, отделка bitganda, отделка jarayonlarini ham balki qo'yib ketamiz. Duo qilib, like bosib, tanishlarga jo'natib qo'ysanglar, mana shu uyni bitishini ketma-ketlikda ko'rsatib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.